Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan hozirgi inspektor bugungi mavzuyimiz masalan akkauntda parolni bilmaslik yo parolni esdan chiqib ketishi yoki parol almashtirishi shu videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu videoga like va mana shu kanalga obuna bosib qo'yish unutmanglar. Bo'lmasam boshladik. Ana go. Birinchi bo'lib Play Marketdan ham olish mumkin. Masalan, mana shu bo'limdan ham olish mumkin va mana bu bo'limdan ham olish mumkin bo'ladi. Mana shu bo'limdan ham olish mumkin bo'ladi. Mana shu bo'limdan ham olish bo'ladi. Biz Play Marketdan foydalanamiz, chunki Play Marketdan olib o'tilgan botdan xohlagan masalan ba'zi videolardan foydalanamiz. Masalan botdan Google hisob boshqarishga o'tamiz. Google hisob boshqarishga o'tkazib olganimizdan so'ng botda mana bunga kiramiz. Mana shunga kirib olamiz. Shunga kirib olganimizdan so'ng kirganimizdan so'ng botda biroz kuttiramiz, biroz soniya olmaydi. O'zimni telefon kodimni so'raydi, o'zingiz kodingizni kiritasiz. Biroz kuttirasiz, antenna ishlamayapti endi. Botga yangi parol qo'yasiz. Masalan, men xohlagan parolingizni qo'yasiz. Almashtirmayman. Botda masalan yozib tashlayman. Mana botda yana shuni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. Birinchi yangi parol qilasiz, yangi parolni tasdiqlash. Birinchi yangi parolni o'zingiz eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Bu parolni yozasiz, keyin yangi parol, buni ham yana bitta yozasiz, 2 marta yozasiz. Keyin parol almashtirish bosasiz, parol almashtiriladi. Shuytib videomiz shu nihoyatda tugadi. Shuning uchun bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bosib qo'yish esingizdan hech qachon chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.